Demak, biz sizlar bilan Part 1 haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, Sefer og'zaki qismida 3 ta bo'lim bor. Part 1, Part 2, Part 3. Va biz bugun Part 1 ni ham sub partlari bor, ikkita, biri 1, biri 2. Biz shuni biri 1 bo'lim haqida gapirishamiz. Xo'p, ko'zlangan maqsad formati bilan tanishamiz. Target nima? 4 ta gapli javob berishni o'rganamiz va result esa quick start and aniqroq gapirish. Hop, kirish qismi umumiy tushuncha beramiz bugungi darsimiz bo'yicha, ya'ni asosiy prinsipimiz bizni memorize answers emas, memorize structures and expressions bo'ladi. Bu haqida batafsil dars davomida to'xtalib o'tamiz. Sefer imtihoni birinchi bir part haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, formati 3 ta savol bo'ladi. Har biriga 5 soniya tayyorgarlik va 30 soniya gapirish vaqti bo'ladi. Tayyorgarlik uchun deya olmaymiz, sababi bu to'g'ridan to'g'ri o'tib ketadi va buni biz savolni tushunib olish uchun desak to'g'riroq bo'ladi. Savol type qanaqa bo'ladi desak, daily life, xullas sizga aloqasi bo'lgan, kundalik hayotingizga aloqasi bo'lgan savollar bo'ladi. Teacher, weekend, hobby, study, hometown va hokazo kabi mavzular. Baholash fokuslari doimgidek o'sha accuracy, grammar, fluency, mana shuni singari natural chiqyaptimi, direct answer bo'lganmi yoki yo'qmi, off topicmi, mavzudan tashqarida emasmi, mana shularga e'tibor qaratiladi. Strukturaviy tayyorgarlik ko'rishni foydalari nima? Bizning darsimizning o'zi asosiy g'oyasi javob berishlikda strukturaviy tayyorgarlik bo'ladi. Strukturaviy tayyorgarlik qiladigan bo'lsak, biz gapimizni tez boshlaymiz. Ya'ni questionni eshitgandan keyin nimadir deymiz. Ya'ni o'rtada o'lik pauza bo'lib qolmaydi. Aniq oqim bo'ladi, ya'ni workflow. Ya'ni bizda o'sha direct answer, reason, example and closing bo'ladi. Yodlash bosimi yo'q, chunki biz to'g'ridan to'g'ri savollarni, javoblarni yodlab kirmaymiz, balki biz frameworkni yodlaymiz. Framework ya'ni o'sha javob berish workflowini, jarayonini yodlaymiz. Biz qayerda nima deyishni bilamiz va bu bizga ancha qulaylik beradi va bo'lib ham har bir biz berayotgan mana shuni singari strukturlarga biz g'oyasini ham berib o'tamiz va bu samplelarni ko'paytirish niyatimiz bor. Endi asosiy qismga o'tamiz. Ideal structure qanaqa bo'ladi desak, birinchi answer berishimiz kerak. Savol, questionni eshitdik, direct answer bo'lishi kerak. Bu nima uchun muhim deydigan bo'lsak, chunki ba'zi bir o'quvchilar javob berishlikda chalg'ib ketib qolishadi. Boshqa narsa haqida gapirib boradi. Ya'ni starting phraseslari katta bo'ladigan bo'lsa, men bu savol haqida to'xtaladigan bo'lsam deguncha o'zi boshqa yoqdan g'oya kelib, boshqa narsani gapiradi va direct answer yo'qolib qoladi. Shuning uchun bularni ham o'ziga yarasha iboralari bilan boshlaymiz. Ya'ni yes I do or I would say my favorite deb shu kabi men yana muqobillarni beraman buni. Keyin esa reason berishimiz kerak. Nimaga shu narsa shunaqa deb o'ylayapsiz? Reason topish qiyin emas, chunki javob bo'ldimi, reason albatta topiladi. Kichkinagina sababni ham kengaytirib aytishimiz mumkin. This is because the main reason is that kabi birikmalarni men yana qo'shimcha versiyalarni ham berib o'taman. Undan keyin esa detail qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam example berishimiz mumkin. Example better than detail because example yaxshiroq, chunki detallashtirganda chalg'ib ketib qolamiz. Detalda nimalarni qidirishga to'g'ri keladi. Example esa qulayroq bizga. For example, in my case, an example is that deganlarni berishimiz mumkin. Kirish qismida gapimizni boshida. Closing ham juda ham muhim, chunki bu oson closing. Chunki yuqoridagi, xuddiki bu conclusionga o'xshaydi. Yuqoridagi gapirgan gaplarimizni tasdiqlab qo'ysak bo'ldi. Shuning uchun men shuni yaxshi ko'raman, shuning uchun men buni yomon ko'raman deb. So it's important for me. So it's important to me. That's why I like it. Kabi. Men hozir bularni muqobil sheriklarni beraman. Mana har bir gapni boshlash uchun 5 tadan birikma va iboralar mana. I say, I think, my answer, for me, I usually bularni sinonimlarni topa olasiz xotirjam. Muhimi 4 ta gap bilan javob berishni o'rganyapmiz biz. Ikkinchisi esa reason starters. This is because the main reason is that I like it because one reason is that. Endi juda ham murakkablari bor bularni, lekin part 1 ga, ya'ni part 1 ga ularni ishlatmagan yaxshi, chunki o'zi vaqt kamda uni kirish
starterlarimiz keng bo'lganda o'zi javobimiz tor bo'lib qoladi. Shuning uchun qisqalarni, oddiylarni ishlatishimiz kerak. Example starterslar bor, closing starterslar bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men bularni hammasini o'qib berish niyatim yo'q, chunki boshqa tushuntiradigan joylarimiz bor. Endi esa yana biz sizga sample beryapganda e'tiborga oladigan joylaringiz bor. Qachonki siz sample bilan ishlaganda, siz sampleni to'laqonli yodlashga harakat qilavering, lekin ishlata oladiganlaringiz bo'ladi sizda collocations, ya'ni birikmalar bo'ladi. Living in a house, a quiet neighborhood, close to my school, comfortable place to live, kind and supportive. Mana shunaqalarni sherik qilib yodlab olasangiz, nafaqat bu savolda, balki boshqa savolda ham siz unga javob berayotganda ishlatishingiz mumkin bularni. Shuning uchun men qat'iy tavsiya qilaman, nimaniki yodlaydigan bo'lsangiz ichidan birikmalarni olib oling. Endi buni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi, chunki faqatgina so'zlarni yodlab turib o'rnidan ketib qolgandan keyin qarabsizki, u collocationni yodlay olmaydi. Eng yaxshi uslubi collocationlarni yodda saqlashlikning uslubi bu to'laqonlik javobni yodlasangiz, collocationlar o'zi esingizda qoladi. Ko'pchilik sample yodlayotganda qarshilik ko'rsatadi. Yo'q, sample yodlash kerak. Shunda sizni so'zlaringiz va birikmalari esda qoladi sizda. Shu asosiy narsa. Endi bu yerda biz mana sample berganmiz. Do you live in a house or a flat deganga har biriga qizil bilan berib qo'yilgan. Bularni ko'rib, audiosini ham tayyorlab qo'yganmiz. Yodlab olishingiz mumkin. Juda ham yaxshi structure-ga tuzib tushirib berilgan. Endi weak answer, better answer, best answer qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, weak answer to'g'ridan-to'g'ri javob beradi, lekin u yerda detallar va examplelar va reasonlar bo'lmaydi. Better answer, better degani best emas. Ya'ni ko'pchilik B2 oladiganlar mana shundaqa gapiradi. I like on weekends, I like relaxing on weekends because I feel tired after work, school bir narsalar deydi. Lekin nima yo'q? Example yo'q, nima yo'q? Closing yo'q, nima yo'q? Tizim yo'q. 30 soniyani o'rniga 15 soniya gapiradi, turib ketaveradi, keyingisiga o'tib ketaveradi. Best answer esa hamma tomonlarini ko'rsatib beradi. Nimaga misol keltirsa degan joylar qolmaydi. Agarda xohlasangiz boshqa savollarni topib yoki o'zingiz tilingiz bilan boshqa sample answer qilib o'zingizni tilingizda yodlab aytib berishingiz ham mumkin. Bu bizni birinchi darsimiz. Bu kabi samplelarni yana tayyorlab, aynan mana shu 4 ta gaplik structurega asoslanib berib borishni niyat qilib turibmiz. Bularni barchasini audiosi ham bo'ladi. Ya'ni sample answerlarni pronunciationga solib keyin yodlashimiz kerak, chunki pronunciationga noto'g'ri soladigan bo'lsak, sizni balingiz baribir yuqorilamaydi. Nimaga yodlaydigan bo'lsangiz, nimaniki o'qiydigan bo'lsangiz, uni audiosi bo'lishligi shart.